Yapız. Bu adamlarga juda foydasi yaxshi bo'lyapti. Kommentariyada ko'p eshityapman ayniqsa bu so'zni. Yaxshi narsalar aksiya bo'pti deydi. Chindan ham katta aksiya bo'lgan. Bugungi videorolikda ham bir qancha aksiya bo'lgan chizlar bor. Shular. Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari. Mana shu Umidaylar magazinga kelib reklama qilyapmiz. Bu adamlarga juda foydasi yaxshi bo'lyapti. Kommentariyada ko'p eshityapman ayniqsa bu so'zni. Yaxshi narsalar aksiya bo'pti deydi. Chindan ham katta aksiya bo'lgan. Bugungi videorolikda ham bir qancha aksiya bo'lgan chizlar bor. Shularni ko'rsatamiz. Ma'qul insonlar kelib, mana shu metro Marino 5-behtdan olib ketadi. Ayni o'zingiz tushuntirib bersangiz. Assalomu alaykum. Guliston TV'ning podpischiklari. Yangi bunista videodan qochib ketmaysizlar. Yangi tovarlar kelgan. Kraska pult, jiraf, yaxshi fonariklarni to'k berayotgan stansiya aksiya qilib qo'yamiz. 1200 watt bolgarka ishlatsa bo'ladi. Bir televizor bilan ikkita lampochka deb aytgan edik, 30 mingga qo'ygan edik. Buni yana qaytarib aytamiz. 3 kunga ketadi zaryadi. Bir televizor bilan ikkita lampochkaga 3,5 soat 4 soatda zaryadga to'ladi. 27 ming rubl. 3 ming rubl narxi 3 ming so'm onamiz keyin nodayin powerbankning moshinasi kelgan. Haligi 10 kun deb telefon zaryadga qo'yaman, yo bo'lmasa lampochka javob qo'yaman deydi-ku. Buni zaryadning ikkovini olsa 5,5 ming bo'lar moshina. Mana olsa 4,5 ming bo'lar zaryadni tez to'ldiradi. Uning o'zining komplekti o'yinchoq zaryadniki bor. Ular boshqa mashinaga akkumulyator to'ldiradi bular. Zavod ham qiladi. To'ldiradi ham, bu zavod qilmaydi, buni o'zi zavod qiladi mashina. Keyin bundan yaxshi fonar kelgan o'zimizga. Bu yil nima deydi biz o'zgarish qildik. Saligina fonariklarni o'rdan panelman quyoshdan zaryad oladi. Eshikka buni qo'yadi. Kunduz kun zaryad oladi, oqshom janib turadi. Buna komplekt. Buna komplekt 2 ming. Bu plus tip batareykani oladi. Tip batareykani olib powerbank. Keyin xallasa bitti fonarigini zaryadni. Buni telefonlarga yetishda zaryadga bergan. Qishqa ayniqsa kerak narsa ekanda. Jarig'idan foydalanadi, zaryad emas bu. Двойной, тройной nima deydi? Polni. Arzonroq variant. 1800 ga bor buni. Bular xuddi shu narsa, telefon zaryadga qo'yiladi. Telefon zaryadga qo'ysa bo'ladi. Bular quyosh komplektda bor. Bu yerda orqasida javish turadi, paneli bor. 1800 rubl. Уважаемые пассажиры, можно потише, пожалуйста? Bu nima 1,5 ming rubl ekan? Bu fonarik. Bu fonarik zaryad oladi to'pdan. Bu fonarik 1,5 ming rubl. Videomiz to'liq fonarik bo'lmasa, xolos. Loboy xil variantlar bor. Bizda mana narsa kelgan. Shuni yana bitta narsani ko'rsatamiz. Qarang. Bular klientlar haq deymiz. Buni odam aytayapti, mana yaxshi narsa ekan. Bu haligi signalni kuchaytirib beradi, usilitel. Telegramga o'tsa, sizga bizning YouTube kanaliga o'tadi, silkasini qoldiramiz. Kommentariya o'tsa, bizning YouTube kanal silkasi bo'ladi. YouTube kanalga o'tib, любой video narsa Telegram silkasi bor. Buni joylashtirib, o'zbek tilida yozib qo'yganmiz. Qanday kuchaytirib beradi, necha metrdan tortib beradi, puli qancha, hammasini joylashtirganmiz. Ya'ni klientlar chizlarni tekshirib olyapti. Buni vazifasi tashqariga bir qismini qo'yib qo'yasizlar, buni qismi ichkarida turadi. İnternetdə kuchaytirib beradi. Любой sim kartani svязь tortadi-da, qo'naqa qilasiz. Mana qarang. Buning atini bezvojli shuni kraska pult deydi. 10 metr shlangi bor ichida. 10 metr shlangi bor. Kraskada nodan shunday satilgan. Buni ham haligi shu bizning kanalga o'tsa, kommentariyaga o'tib silkadan ishlatilganini qo'yib qo'yganmiz-da videoga. Shunda ishlatiladi. Bu zo'r kraska, professional kraska, kiyimi ham bor ichida. Oxirida 24 ming edi. 5-uyungacha 5 kunlik aksiya qildim. Kecha o'zi 50 taka bir 10 ta sotildi. Maqtanishimiz. 24 ming edi, 20 ming rubl 5-uyungacha bo'lib turadi. Kimga nasib qilgan bo'lsa, komplektiga qarang. Pistolet, og'ir narsa. Bu 25-30 kilo bor. Necha kilo? 27 kilo ekan. Ba'zilar ekan. Shlanlari. Komplekti shlang, ruchka, polni komplekt. Keyin pistolet ham bor. Nima narsaligini emas tushunmay qoladi, shuni ko'rsataylik. Mana unda kraska qilamiz. Hozir bu не только moda bo'lgan emas, bu zo'r narsa. Misol uchun 500 kvadratda bir kunda o'rib tashlaydi. To'g'ri qiladi, chiroyli qilib zo'r. Aldım bizi qishlog'imizdan deyin, aha qilib jirishaydi. Qo'yding girdini. Endi mana shu kraskadan bo'lsa, cho'ng joyini bosadi-da. Keyin nima kelgan qarang.
Jirafa. Ruchkasi 1.80 bo'ladi uzunligi. Bunday uzun bo'ladi. Uzun bo'ladi. Komplektda 6 ta shukurka, pilsosning mushogi bor. O'zida pilsosi bor. O'zida pilsosi bor. Narxi 10 ming edi. Mana shunday chamadonda mashina. 6 oy garantiya. Misol uchun buzilib qolsa sazlab beramiz, tamom. Shuga garantiya. Almashtirib bermaymiz. O'zida suyuti bor, o'zida pilsosi bor. Keyin skorost obroti bor. Qo'shilayotgan ruchkasi bor. Narxi 8 ming rubl. 2 ming arzon qo'yib, 5-o'yingacha bo'lam. Buni yanada uzun bo'ladimi? Bu yana uzun bo'lam, nega qo'shiladi? Yerdan turib bemalol Pastdagi joylarda 3 metrlik podolobga ham uradi. Xullas. Chotki bu narxi 8 mingga tushirdik. Keyin oldin kelganingizda polni mayda nabor, men adashmasam esimda bor, sizga kanalingizga mayda nabor aksiya qilib qo'ygan edik. Polni katta naborlar yo'q edi, firmin yaxshi variantlar. Endi kattalardan aksiya qilamiz, qarang. chekkasidan boshqa. 4,5 ming keyin naborimiz ko'rsatma. 4500 rubl uyga bo'ladi. Men servisning variantlarini ham aytaman, servisga bo'layotgan 6,5 ming, bu 9 mingdan tushgan. Realni arzon bo'ladi. 9 mingdan 6. Shu yozilgan narxlar bo'ladi. Kimdir kelsa, noto'g'ri tushunmasin. O'sha bar aksiyani skitkani qo'yganmiz. 5142 ta 13 kilo. Chotki nabor 5000 rubl. Shu narx bo'ladi. Aytadi 6 ming yoz qancha skitka bo'ladi deb so'raydi-da, Loboyadan. Biz Eng pastdagi skitkasimi? pastdagi skitkasimi? Shuni naborim qaranglar, ichida yo'q narsa. 14 kilo. 14 kilo keyin mana atochilar ham udarni. Bu naborlarga bir joyga e'tibor berasiz. Mana pastoy emas, nerdan ursa bo'ladi, temir. Bitta ursa. Udarni, 6 ming, 6,5 ming. 4,5 ming. 6,5 ming, bunisi 6 ming. Mana bular chotki chanoq, panoq deymi, loboy narsasi bor ichida. Bulardan Bak, kilasini bilsin, kilasiga ham rashat. Baqotlari ham bular. 13 kilo, 14 kilo biz ko'rsatayotgan naborlar. Keyin buni 14 kilo, 7 ming, zo'r variant. Keyin bu yerda original Tayvan bor. 9 ming rubl. Rock Force. Buni ko'plar biladi. Meni vaqt turib burasa bo'lan bular. Buni minibab turga qo'ysa baribir ishlatish bilmagan odam shuni ham sindiradi-yu. Buni kachsosi hammasidan ko'ra boshqacharoq. Mana 4,5 ming. Xolos katta naborlarda ham pastda bor 3,5 ming, 4,5 ming, pastda mana 3,5 ming qo'ldan ko'rsatib qo'ying, keyin 3,5 ming degansin deydi-da. Shu ham tildan ushlaydi mana. 4,5 ming. Bu yoqdan jilaymiz. Bular hammasi klientlar, kengizlar astiga o'tib ketay bir chekkaga. Yo, bu akalar men kelishib chaqirib olganmiz. Shu payt kengizlar video olamiz. Kengiga assalomu alaykum. Yaxshi bo'lsa Bular sariga sizga ko'rsatgan shurpoyotlarimiz polni ado bo'ldi. O'tgan martagi videoda bir suri shurpoy hammasi ketib qoldi. Hammasi ketdi. Keyin yana hozir 1000 dona olib kelganmiz. Ondan ham yarmini sotdik 1000 donadan. Keyin shu gaping nima deysiz, haligi doказательствоsi bo'lsin deysiz. Mana chamadoni ham boshqa, o'zi ham boshqa, turishi ham boshqa. Juda boshqacha keladi. Shu odamlar o'ylamasin, sotilmay qolibdi. Qayta-qayta. Bular qancha? Bular shu 2000. Qayta-qayta shuni reklama qilyapti deb o'ylamasin deb turib, boshqacha forma olib keldik, boshqacha chamadon, boshqa narsa. Mana komplektda onu ko'rgan edingiz. Chamadon slab har narsasi bor edi. Har narsasi ol одноразовый. Shuni shu qo'yotgan o'zini baqatroq. Shu 2000 rubl. Ko'ryapsiz, boshqa narsa. Bular suv ashlaydi. Hozir ko'rsatishimiz shart bo'lmasa kerak, odamlarga qayta-qayta urib, so'g'ib. Har videoda urib sindirib suvatdi. O'zi bular 2,5 ming rubl garantiyasi bor. 2000. 2000 rubl. 2000. Şunlar. Şunlar bunlar. Shunday bo'ladi. Chotki. Buni ham o'sha yarmini sotdik. Bo'lsa buni ham yarmini sotdik. Buga 2 kun bo'ldi buni o'zimizning kanalga qo'ydik. Mana shu narsa bo'ladi. Shuni komplet 2000 rubl ekan. Garantiyasi bor. Garantiyasi 6 oy. 6 oy garantiyasi. Biz o'qisa sozlab beramiz. Keyin ular boshqa turli xil boshqa aniqlarda sho'rpoyot har narsamiz ko'p. Dvovodnom bilan hammasini aytganmiz. Biz keyin bizga yangi suvarkalarni ham aytgan edik-ku. Benzopila suvarkalarni. Yana sizni bilasizmi qachon? Yana
zo'r narsalar, zo'r tovarlar kelyapti, xudo xolasa. Yaxshi, qimmat shurpayotlar aksiya qilmoqchimiz. 4 minglik, 5 minglik, 6 minglikda tushiramiz. Bir brend haftadan nasib qilsa kelsa, krupni kelsa, sizga qo'yamiz, kelasiz. Nasib qilgan bo'lsa, не только arzon, misol uchun kimdir aytadi, "Mana zo'r bo'lsin deya, arzonroq bo'lsin" deydi-ku. Misol uchun 1 yil, 2 yil ishlataman deydi. Shularga ham harakat qilamiz. 100% va'da bermaymiz. 90% nasib qilsa plan. Endi yana bir ko'rsataman degan narsangiz bormi aksiya bo'lgan? Ko'p narsa bor. Videomiz cho'zilib ketmaydi. Ko'p narsa. Qisqasi, shunda metro Marina 5-guruhda chiqqan joyingizda shu to'g'ri shu kirib kelasizlar. Hammalaringizda shu yerga kengizlar. O'zingizga masalan interes narsa ko'p ekan, bir xil narsani ko'raman. Nima vazifani bajaradi deysanda, instrument turi ham bor. Aytganda hammasini ko'rsatib o'tsang, bu vaqt cho'zib ketadi. Qolganlari qimmat degani duolar ham normal narxda, qimmat narxda emas. Xullas shu videoni tarqatishingizni hamisha so'rab qolamiz. Like bosib qo'yinglar, e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Video oxirida Like-mi, dislike-mi, negativmi, kommentariyga bosib fikrlaringizni biz haqiqat tamamiz deyman. Nima deydi? Ya bu dunyoda yo'q haqiqat deysizmi, nima deysiz? bor. Bo'lmasa allaqachon deb. Mayli, aynalar azildan tashqari, xullas telefon nomerlar qoldiramiz. Tushunmasangiz telefon qiling, adres ko'tarmasa povtor telefon qilavering, WhatsApp va boshqalar. Nima deymiz? Keyingi video nasib qilsa, yangilik bo'lsa yana chiqarib birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Hay, like-ni bosib qo'yinglar.